Assalomu alaykum aziz dugonalar. Bugun sizlar bilan birgalikda bolalikni eslatuvchi ajoyib og'izda eriydigan rakushka shirinligini tayyorlaymiz. Buning uchun biz 500 gram unga 200 gram miqdordagi tyorkadan o'tkazilgan 72% sariyog'imizni solamiz va qo'limiz yordamida yaxshilab kroshka holiga keltiramiz. Kroshka qilingan massamizga yarim choy qoshiq razrixetel, yarim choy qoshiqda tuz, 3 ta tuxum sarig'i hamda 100 mg miqdordagi qatig'imizni solamiz va qo'limiz yordamida yaxshilab xamir qorishda davom etamiz. Bu xamirimiz universal xamir, xohlagan pechenyengizni tayyorlashingizni ishlatishingiz mumkin. Xamirimiz qo'lga yopishmaydigan holga kelgandan keyin uni 20 daqiqaga dam oldirib qo'yamiz. Endi esa rakushkamiz ichiga beze tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun idishimizga xona haroratidagi 3 ta tuxum oqini solamiz va unga 1 chimdim tuzimizni qo'shib mikser yordamida yaxshilab ko'pirtirib boshlaymiz. Tuxum oqi yaxshilab ko'tarilib, oppoq holga kelguncha ko'pirtiramiz. Oppoq bo'lib ko'pirgandan so'ng esa 200 gram miqdordagi shakarimizni bo'lib solamiz hamda ko'pirtirishda davom etamiz. Massamiz quyi holga kelib boshlaganda esa yarim choy qoshiqdagi vanillinimizni solamiz hamda ko'pirtirishda davom etamiz. Mana qattiq holdagi bezemiz tayyor. Yaxshilab dam olgan xamirimiz ham tayyor holga keldi. Endi uni yong'oq kattaligida bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Bo'laklarga bo'lingan xamirchalarimizni esa jo'va yordamida yupqa qilib yoyamiz. Va maxsus qopchaga solingan bezemizni xamir ichiga solamiz. Xohishga ko'ra yong'oq solib, videodagi ko'rinishda bukib chiqamiz. Shunday holatda davom etib chiroyli rakushkalarimizni tayyorlaymiz. Hamda ajoyib chig'anoq ko'rinishiga kelgan shirinliklarimizni duxovka listiga joylashtiramiz va 150 gradusda 20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Mana mehmon kelib oldiga qo'yganda uyaltirmaydigan hamda oilangiz davrasida sizga tashakkurlar olib keluvchi ajoyib va mazali rakushka shirinligimiz tayyor. Bemalol yaqinlaringiz bilan bo'lishingiz mumkin. Mening kanalimga obuna bo'lishni unutmang.